Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bu galgi videom Tracker va Onyx avtomobil haqida bo'lib o'tadi. Hozirda bu avtomobillarni 30% boshlang'ich to'lov bilan рассрочкаga xarid qilish imkoniyati mavjud ekan, ya'ni foizsiz muddatli to'lovga. Hozir shu haqida batafsil ma'lumot berib o'taman. Undan oldin esa videolarimiz uchun foydali bo'layotgan bo'lsa, albatta like tugmachasini bosib qo'ying, fikringizni izohlarda yozib qoldiring va kanalimga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Unday bo'lsa, videomizni boshladik. Avtomobillarni boshlang'ich 30% yoki 40% bilan 30 oydan 44 oygacha bo'lgan muddatda xarid qilishingiz mumkin. Masalan, Tracker avtomobilining hozirda 4 ta pozitsiyasi mavjud, ya'ni 220 million, 244 million, 272 million va 282 millionlik pozitsiyalariga shartnomalar ochiq. Masalan, 220 millionlik pozitsiyasi uchun siz boshlang'ich 30% to'lov amalga oshirsangiz 66 million 285 ming so'm, qolgan 70% 154 million 655 ming so'm to'lov 30 oy muddatga beriladi. Oylik to'lov esa 5 million 155 ming so'mdan to'g'ri keladi. Agar boshlang'ich 40% to'lov amalga oshirsangiz 88 million 380 ming so'm, qolgan 60% 132 million 570 ming so'm to'lov 36 oy muddatga beriladi. Oylik to'lov esa 3 million 682 ming so'mdan to'g'ri keladi. Endi Onyx avtomobilini tushuntirib o'tsam, avtomobil uchun hozirda 5 ta pozitsiyasiga shartnomalar mavjud, ya'ni 176 million, 184 million, 199 million, 221 million va 230 millionlik pozitsiyalar uchun shartnomalar mavjud. Masalan, avtomobilning birinchi pozitsiyasi uchun, ya'ni 176 million 900 minglik pozitsiyasi uchun boshlang'ich 30% to'lov amalga oshirilganda, ya'ni 53 million 70 ming so'm, qolgan 70% 123 million 830 ming so'm to'lov 36 oy muddatga beriladi. Oylik to'lov esa 3 million 439 ming so'mdan to'g'ri keladi. Agar 40% to'lov amalga oshirilsa 70 million 760 ming so'm, qolgan 60% 106 million 140 ming so'm to'lov 44 oy muddatga beriladi. Oylik to'lov esa 2 million 412 ming so'mdan to'g'ri keladi. Hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. O'zingizni qiziqtirgan qandaydir savollar bo'lsa, izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Batafsil javob berishga harakat qilaman. O'z avtomobilingizda eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lish uchun albatta bizni kuzatishda davom eting. Hammaga rahmat.